Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Windows kompyuterlarga xat nusxa qachilashini ko'rsatib o'tmoqchi. Oldi bilan biz ta'minlagan Uyg'ur xat nusxalariga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsanglar, hammasi har xil Elkatovning, Yukajining, Elpidaning degandek nurg'unlagan Uyg'ur xat nusxalari bor. Biz bularni kompyuterimizga qachilashini ko'rsatib o'tmoqchi hozir. Oldi bilan buni tushirib oldik va tushirib olgandan keyin kompyuterimizda bu şekilde ko'rinadi. Buniki hujjat nomi ALP orqadagi tipi, ya'ni TTF. Bu şekilde fontlarni, ya'ni xat nusxalarini tushirib oldik. Hammani tanladik va yoki Ctrl A ni bosaqmi bo'ldi, hammani tanladi. Tanlab olgandan keyin mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin ko'chirish yoki Ctrl C ni bosaqmi bo'ldi. Bu kompüter, ya'ni kompüterimizning sistem rayonini yechib, bu yerdan Windows kiramiz. Bu yerdan Fonts kirgandan keyin kompüterimizga barliq fontlar bu yerda ko'rinadi. Bu yerdan tanlash va shallash olib bera olamiz. Men bu yerdan bevosita ko'chirish olib beray. Chaplash. Ya'ni bu yerga bo'sh o'rin ekib, mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin bu yerga va yoki Ctrl V ni bosaqmi bu şekilde qachilayotdi mana. Qaraydigan bo'lsanglar, hamma fontlar kompyuterimizga normal qachilangan bo'ldi. Va yoki bevosita bu yerdan qo'sh chekish orqali ochgandan keyin bu yerda qachilashni bosanglar bo'ldi va yoki bu yerda qachilib bo'lganlik uchun eskartish chiqadi. Bu şekilde qachilsanglar birdan bir qachilash to'g'ri keldi. Bu şekilde qachilsanglarmi tamamen bo'ladi. Soni ko'proq fontlarni bevosita tanlash orqali ko'chirsanglar texnik qulay va vaqt tejaylasizlar. Bugungi darsimiz shu bo'lsin. Kelar qatim ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.